Ne oldu? Әтігенден бері елі шамал çıqadigandek, елі yağmur yağdigandek tutulupla yürüsen go? Vay nim bolatdı maça. Yo'ldoshimning yaramasligini ko'rsamchi ichim shunday ochiq qoldi hozir. Nemişqa hamdi? Mening erimmi boshqalarning erdek puldar, romantik bo'lgan bo'lsa deb. Qarg'ina, bugunkidek to'yga boray desammi, ya biror yurish zibzinnatlarim yo'q. Sayli sayohatlarga chiqay desam, esilroq bir mashinam yo'q. Shundan zerikdim bu turmushdan. Undaqmi deb ketma singlim. Yo'ldoshing pul topolmagan bilan shundoq kuyimchan. Umoqini ikki qizinglar bor-ku. Ana shular sening eng cho'ng boyliqing emasmi? Osh, qo'ya unda quruq gapni. Menga-chu amaliyat kerak, amaliyat. Asli sana demay degandim. Bir opdan turmushingni xalqning turmushiga silishtiryapsan-ku. Yana tehi, udul qo'shnimizning bo'yon quloqlariga silib olgan zibzinnatlarni demayli qo'yay. Udildagi qo'shnimiz taqib olgan zibzinnatlar ko'zlaringni qamashtirayotgan bo'lsa, men sana deb beray. U ayolning hozirgacha ya yo'ldoshi yo'q, ya bir balasi yo'q. O'zi bo'lsa rak kesilning oxirgi bosqichiga keldi. Şoňa u ayol ömrüniň oxirgi bosqichlarida bo'lsa-mu, o'zi xohlagan ishlarni qilib ko'nglini xo'sh qilyotdi. O'g'o mayli, yandagi qo'shnimizning ising mashinasi jo'amsa? Yandagi qo'shnimizning mashinasiga havas qilyaptamsa? Unimi deb beray. U mashinachi, u qo'shnimizning o'zining emas. U bir cho'ng shirkatning xo'jayinining mashinasini haydab turayotgan shoför xolos. Unimi mayli deb turayli, ammo orqa qo'shnimizning romantiklik jo'amsa, ayolning og'zidan nima chiqishini qilib berib bo'ldi-ku. Ayol mashinaga chiqib tushib bo'lguncha ishkini ichib tayyor bo'lib turdi-ku, acha. Seni qanday qilsam bo'la? Aqacha usab mu ketdim. Mau mufin go'yanning qaqchidan ish baqa bakpayzga. Bakpayzi deb anglagandim. Orqadagi qo'shnimizning romantikligiga kelsak, unimi sana deb beray. Qo'shnimizning mashinasining yan ishki ichilmaydi, buzilib qapti ekan. Shunga har qitim yonda o'ltirgan odam tushgan chaqda mashinasini sirtdan ichpamisa, u mashina ishki ichilmaydi, jinim singlim. Haqiqat mana shundaq. Hamma narsa aslida mutlaq emas. Sen faqat sirtini ko'ryapsan. Endi dapaqa haqiqiy baxtning o'lchami zodi qanday ekan? Undaq burnimizning uchini ko'mayli ukam. Amaliyotda his qila olsaqlar, baxt atrofimizdagi hamma narsaga ayrim-ayrim chechib etilgan bo'ladi ekan. Tanimizning salomat, kunlarimizning xushal-xo'rab o'tayotganning o'zi bir baxt emasmi? Har kim bilmaydigan dardlar bor. Tutunning ochchig'ini mo'ri biladi. Shunga o'zimizni boshqalarga silishtirish badaliga baxtli bo'lib bo'lmaymiz ukam.